Assalomu alaykum, Hamida avtoobunachalari. E'tiborlar markazida GLS 603 Formatic Plus AMG variantidagisi. Ushbu mashinamizda past kulishni necha pulga tushishi hamda texnik xarakteristikasini shu videoni o'zida aytib o'tib ketaman. Akalar, e'tiborlar markazida Mercedes-Benz GLS 603 Formatic Plus variantidagisi bo'ldi. Mashinamizda amerikanskiy sborka 26.02 ishlab chiqarilgan, yep-yangi masla stok holatda turibdi. 580-450 ga qaraganda eng flow farsh pik varianti mana shu bo'ladi. Gap orqamda turgan 450 talik bilan 603 chi farqida. Xo'p, bunda kapotda usti diska hamma joyi absolyutni farqlanadi. AMG reshotka agressivni ko'rinadi. 23 razmerdagi multi spok diskalarda. Bunda oddiy spok diskani 22 variantdagisi bo'ldi. Eng zo'r tomoni bunda kapotdagida V8 4 litrli biturbo Alterbach haqiqiy klassik Mercedes motori turibdi. Bunda 585 ta ot kuchi plus mexi gibrid tizim bilan mashinada 613 ta ot kuchi. 0 dan 100 ga tezlanishi atiga to'g'ri 2 soniya kifoya mashinamizda. Faqat kapotdagidagi motorda to'xtab qolmaydi. Birinchidan unda 9 pog'onali G-Tronic avtomatik korobka bo'lsa agar, bunda ham xuddi 9 pog'onali faqat Speed Shift AMG avtomatik korobkasi joylashgan bo'ldi, hamda diskasi ham 23 plus podveskasi ikkalasi ham bir xil komfort, no bunda ikki xil rejimda ishlaydi, ham komfort, ham adrenalin sport rejimida. Talonimizda absolyutni hamma joyi napa koja, mana bunaqa o'zini ajratib turadigan strochkasi plus alkantara bilan kolaboratsiya qilingan sideniyasida, plus undan tashqari mashinamizda karbon elementlar juda ham ko'p, xromviy elementlar, burmester akustika, head-up display, multimedia rul, panel pribor, informatsionniy tablo, to'rzonali klimat nazorati, touchpad, besprovодная зарядка, tomlargacha panoramali luk. GLS 450 taliklarga Ultimate'da faqat orqasida monitor bo'ladi. Bunda 580 talik ham, 603 ta ham bazaviy hammasi monitori kiradi, hamda o'rtasida alohida sentralniy touchpad bilan birga yangi mashina bo'lgani uchun bunda alohida kamerasi ham qo'shilib beradi. Orqa alohida mana shu 4 stvolli originalli VXLBga o'zingizlar bitta baho berasizlar, endi ovozni ham o'zingizlar eshitib ko'rasizlar. Ovozni eshitdinglar. Bundagi ovoz hech qachon bunda chiqmaydi. Xo'p, bu mashinamizni eng zo'r tomoni pat ключ narxiga keladigan bo'lsa agar, bez uchota rastamoshga mashina dastavkasi bilan birga $151 ming ga qilib beramiz. 20 kundan 30 kungacha ekspres dastavkaga yetkazib beramiz. Rastamoshgaga keladigan bo'lsa agar 50-60 ming atrofida chiqadi. Mashina pat ключ 200 mingdan 210 ming atrofga chiqadi. Agar kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Hamidov avtoxaridmot xizmatlarida. E'tiborlar uchun rahmat, joninglar omon bo'lsin.